Muhammad Mustafa. Labba. Robbis kim? Allah. Diniz. Dinizlam. Kitobis. Qur'on. Qiblis. Qiblan Ka'ba. Payg'ambarimiz. Payg'ambarimiz alayhi vasallam. Qur'ondagi eng katta sura qaysi? Bakar. Qur'ondagi eng kichkina sura-chi? Yapsın. Kavsar surasini aytib bering. Qur'on o'zi nima? Qur'onda nechta pora bor? Qur'onda nechta sura bor? Qur'on qaysi oyda nozil qilingan? Qaysi kechada? Qur'on qaysi tilda yozilgan?